Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ko'rib turganingiz yangi hayot uylari. Ushbu domlarda biz ish faoliyatimizni olib boramiz. Bittamiz santexnik, bittamiz svarshik. Keling, qisqasi o'zingiz tomosha qiling. Aka, qachongacha turmayapsiz? Men bu obiljekiga ham chiqdim. Yarimta ham qilib chiqdim, xatam qilib chiqdim. Faqat shu turbani ham. Faqat shu turbani ham. Aka, portalga chiqish kerak. Portalga chiqish kerak, tamom. Bo'lmadimi? Portalga chiqmagan bitta san qoluvding o'zi. Nima deysan portalga chiqib? Xotin so'raysanmi o'zingga? Yer so'raysanmi o'zingga? Qurbon aylaman. Hozir bu. Mirza! Ker yo'llar! Ker yo'llar! Bir tomon diyamasan, ikkinchi tomon aytdim bu obilchiga. Suv orqasidan ko'rib. Suv orqasidan ko'rib. Shundan joyga kulishni olib kelsin. Mana bu kulish tushadimi? Bu Aysha mayda uyga tushadi bu. Gaz uy kulishni olib kel. Shundan joy. Senga olib ko'p narsalarni ko'rsatmaganman. Butun dunyoni ko'rsataman senga. Jonim. Ana motion zavodlarim bor. Chevrolet. Ana shulardan 4-5tasini olib birovlarga pul qilaman. Olib sotdi. Nima qilay? Joyga telefon qil. Aka, ikkinchi yo'nalishga javob berasiz debdi. Oyshanbasiga javob beradi, bilmayman. Kimlar bilan gaplashyapti? Oldigacha. Oldi. Pul hamma joyda to'playapti, nazarimni kiydi biladi. Butun dunyoni ko'rsataman, olib beraman senga. Aram sham o'ynaymiz, barmog'ing qiyra tugasa u ish yer, ha? Javob bermasang yo'q. Indoneziyada boramizdan boramiz. Bo'ldi jonim, menga ishonaver. Tamom. Zerikmasang bo'ldi. Men seni juda ham sog'inganman. Daryo, toshqin, suvlar to'lsin. O'tolmayman Mana aka kulish. Suv ham to'xtadi. Teshik qana yopdingiz? Teshig'ingga pona qoqdim. O'ziga hech nima qilmadimi aka? Yo'q. Ana Sunnatjonning oldiga yetmani. Xo'p. Ikkinchi ponani unga qoqaman. Xo'p, aka, son turing. Mashinaga. Kiring. Qani Sunnatjon? Mana sen yoshini olgan. Jonim, butun dunyoni sotib olib beraman. Otangga gaplashibsan. Onang bilan gaplashibsan. Mazam biznes partnerini ko'rsam, necha marta telefon qildi. Chunki bo'lishimizga qancha qoldi, ha? To'xtatma. Saramingni so'qim. Tinga. Sen yerdan olmasan. Shartnomaga qo'l qo'yishim kerak. Qanaqa shartnoma? Kimlarni tutdim? Jarasi oldimga. Olib shuni podvalga. Asal hozir shartnomaga qo'l qo'ydirtiraman. Tushundingmi? Javob bergan. Ko'pdik. Nima qilib? Tanma menga. Namjon aka. Mirza. Bo'ldi, men otamaycha. Nima deydi? Bo'ldi qilaylik. Biz qasam qancha bo'lib ketdi? Otamaycha. Haqqingni yerda qoldirma degan. Qira yurtda bo'layinda uniki böyle qorin tatalab ketdi. Uni qarang, telefon tinmayapti. Aytdim uni qarang. Alo. Voy, assalomu alaykum. Turba teshik, bel ol. Shovozdan jo'nataman. Shapa teshik, yamab kela. To'p. Mayli, so'mushi. Yesa bu. Hozir. Berake. Qira yuribsanlar, ha? Yo'q.
Nere yuribsanlar? Ertalab turba yorilgandi. O'sha turbani yanab kelyapmiz. Ustimiz suvib ketganmi? Ya hech chiqmaydi. Shuncha vaqt ketadilarmi? Bitta kichkina asalgan teshikqa. Shunday dizida shunaqa ahvol ustida. Ya hech chiqmaydi. Ya o'zi bitta ayolchaga jalb qildi. Nima? Bak, arsamagan teshikda deydi shogirdlar. Ha. Olladan bunday vaqt tashladi. Strokurdi. Qanaqa stro, boshimni o'rtamani. Ya hay, ayolingizni ham tushuntiring. Ya hay, 12tasiga qo'yib qo'yib turadi. Kichkina turba. Ammo bunday keyingi shunoqdan qo'yadi mazali. Men ayolni juda yaxshi taniyman. Xabarim bor. 2 soatlab qolib ketaveradi, ha? So'raysiz. Bilib turibman, shunchalik aytaman. Adliyaga narat masallaga. Qanaqa? 41-domna. 7-etaj. Aha, abulaga kiradi. 36 kvartira, ha? Borasanlar. Kichkina teshikdan borasanlar, shapayam qaytasanlar. Yarim soatdagi ish, yana qolib ketmanga, tushundingmi? Top shapa bor yemabki. Bo'lsa, to'g'ri. Kirib qolib ketdi, sunnat aytib menga. Tez kelsin. Adliyaga ish bo'lmagan. Ye. Salla bilan odam ishlagisi ham kelmaydi. Ye. Mana qarang, yaqinda mana devor to'lan o'qiyman. Ye. Alo. Voy, akajon tez keling, uyimizni suv bosdi. Nimadan suv bosdi? Aka turba yo'lida tez keling, men iltimosizdan. Böyle adresni aytingiz, qanday beraylik? Insanlarni har doim adres berasizlar, odam o'ylab turgan yo'q qolaverdan. O'lib ketmaysanmi suv bo'lsa? Jahl qilasan menga berib. Ishim to'lyapti-mi? Shu mahal yana kim ketma-ket yana telefon qiladi? Alo, qayerda suv bosdi yana? Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Hech qayerda suv bosgani yo'q. Ammo shiltiq suv bo'ldimi o'zi? Biz kvartirada 5 ta digona bilan o'tiribmiz. 5 ta digona, xo'sh. Vanna bilan suv. Vanna tashiyman men bu. Atir sovunlar. Ko'pchida qilingan. Voy, atir gullari ham bormi? Sizlar prosta kelib yondirib bersanglar bo'ldi. Böyle aylanib ketib, 3 sekundga o'sha bilamiz. Ammo adres so'ramaysizmi? Yo'q, borganda glaznakilar ko'rishamiz, aylanib ketay. Sog' bo'ling. Bu naryad bilan addenlar o'zimiz shug'ullanamizmi deyman-da. Bu shogirdlarga ish buyursang, 1 soat kun bilan yo'q ketadi. Men bir bilan bir yondirib kelayda. Abim. Sudda gaplashmoq bo'larkan. Bosma. Tashay, suvga. Shu turadi. Qo'lingni ol. O'zingni bor, shu bilan. O'zing. Ha, katta kuchuk. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Imom aka boshliq bilan gaplashdi. Senga hozir yana shunaqa daybat chaqsang, ikkinchi xonani qoqar, tushunyapsanmi? Sen o'zing bosib ol. Sonani men qo'yaman, tushundingmi? Bitta basingga ozgina tushganingga unchalik sud-put qilma menga, tushundingmi? Hech narsa qila olmaysan. Sudda gaplashamiz senga, tushundingmi? Endi nimaga gaplashaman bilan? Tushunmay gap. Ha, shepta oldiga kirdim. Xo'sh, Hammasini aytib berdim. xo'sh. Erta yoki indin kuni ish normalni qilmasang, berdan, tushundingmi? Ishni bo'shatasan. Men o'zim gaplashmoq. Buyoqda jiddiy ish Bilan gaplashasan, ey. Xo'jayin bilan o'zim gaplashaman. Ey, men bor-ku, senlar qilmagan ishlarni qilib yuribman. Ayla, nima? Rus momaychalarni turbasini yamay yegan paytim. Qayda eding? Sen qayda eding? Senchi? Qo'lingni ol gap. Qo'lingni ol gap. Bitta kranchaga cho'pchani tiqilgan joy hali o'rganga endi shu ishmi shu? Men uchun ish. Nima? Ko'rdim senga ham ishingga ham, biznes partnerlaringga ham. Tushundingmi? Bilmayman, sudda gaplashamiz. Biz tushgan yor ish qilish kerak. Hech qanaqa biznesda gaplashmayman. Oldinga. Hech oldinga. Öyle. Oldu çok katta küçük. Ey, amma. Bo'ldi. Shumi? Ha, mana shu yangi fat ko'chasi 2-kvartirada 64-kvartira. Hop, Amir chiqib vaziyat turibchi. Ey. Yaxshi. Ha, bizda Turinlinsta laylafadak. Biz ham chiqaylik. Menga nima deysan? O bir chiqib bir vaziyatni qilib shu yapaman senga. Ko'pchilik ish bo'lsa chaqiraman. Keyin chiqasan ekan. Boshliq hamma jo'natdi. Sanlar hamma emas. Men hamma. Tushundingmi? O'tirib tur qilsa bas chiqaman. O'z. Ana qo'ta. Xo'sh, xizmat. Menga hozir butun umr xizmatingizni qilayapti. Tushunmadim. Ana u pastki qo'shningizdan jalbi tushdi. Siznikidan suv ketyapti ekan. Sho'rillab. Nima? Tushunmadim. Nima ketyapti ekan? Ana vannangizdan suv ketyapti ekan deyman, pastga qarab sho'rillab. Shuni bir ko'rganda keluvdik agar
Ruxsat bersangiz, maylimi? Ha, mayli. Abi. Yangi amirlar bu. Yangi xodimlar aytgancha bor ekan, zo'ragana. Hay, bu yangi hayotlar juda ham shinam, qulay, hamma narsasi ichiga qo'yilgan, divan, spalni, kirish mashinkasi, холодильник, rastamasdan hammasi ichida. Abi o'zimizga yashasak bo'ldi ekanda. Nima? Abi gilamlar, qana yumshoqligini u. Abi spalni-da bu. Siz spalni ko'rmabsiz, yuring ko'rsataman. Hozir men ikkita sherik bor edi pastda. Shu ketaversin, shu aytib olay, ha, derazadan shu tomondamida? Mayli. Ha, hozir. Bilmadim. Ey kelang. Hop! Mani 1 soatlik ishim chiqib qoldi. Ana teshig'ini yamayman, tushaman. Tushundingmi? Ketaver kelang. Qanaqa uchun 1 soat bo'lish mumkin? Bir minut topib turasiz, hozir o'zim topib qolamiz. 1 soat bo'lish qilib tepada. 10 minut turbani nimasi yamasa. Xo'p. İzolenta qilsa 25 minut mayli ketsin. Xo'p, necha minut qoladi? 35 minut qoladi. Shu yerda. O'zidan ketdi. Janoning sog'ib janon o'zimni o'zimdan ana haqiqatda yondim ama tishchoy mana bergan bular Olam ketdi da odam ustidan bo'lib qolar. Shuni yechib olsam bo'lgan. Boqqina uchrab turibsan, gul boqqina uchrab turibsan. Ustaga ishga qaroring qo'lim bandedi. Ha, hop. Bo'ldimi? O'zim qarayman, siz ovora bo'ladimi? Siz qilavering, hop. Bo'ldi, men o'zim qarayapman o'zim. Santiago joqilib deylar. Borsa, borsa такой сыпырсында bilan shunaqa narsa deysan. Mayli, mobodo ko'tmasmisizlar? Men san befarosat takasatdan-ga qatib tushuntirdim men. Bunday tushunlar. Ishonsa bo'lmadi. Turba teshilgan o'sha o'xshatmayapman. Sizlar kim fan? Ustunda kim suv ochilib ketdi bu turba teshilgan dedim-ku men senga shu. Qo'rqib o'sha. Aka, kim ekan tinchmi? Ha, tinch. Asad sotib ketdi. Asad? Boshliqqa. Katta qo'ymayapman. Dushmasga dedim boshliqqa. Gaplasam. Olmaymiz Asad. Kerak emas. Ishlagani qo'ymaydi. Ha, menimcha ustaga kiyimiz qani? Menimcha vahima qilasiz. Nam bo'ldi qurityapman. Dadasi, assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Nargiz, Dadasi. tushunmadim. Kalta kuylak, yalang'och erkak. Assalomu alaykum. Kimsan? Qanday mana? Aka o'zingiz o'tiring, san debsiz aka. Ay, ay. Tur, mag'lubsanmanmi? Turbayingiz teshib o'sha o'xshayapti aka. Yalang'och o'xshasanmi? Yo'q aka. Kiyiming qani? Kiyimim nam bo'ldi aka. Uylar. Uyingiz juda shinam aka. Chiqay uydan. Mirza? Boyki, Aka, noto'g'ri tushunmang lekin aka. Qaytib turmaysiz ham bilmayman. Tish turma bilan yuravering ana shunday. Hey! Inomjon, meni xo'rlaganni eri xo'rlaydi, bu yoqqa.